Loyiha Sanoat qurilish bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Qo'rayog'ich mahallasi 22-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 7,4 gektar, uzunligi 340 metr, bo'yiga 200 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar salkam tayyor holatda. Ekinlarni yetishtirish 270 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 37 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Yashil makon market MCJ Imona Imronbek ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 7,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.